Bachacha, bachacha, uxlagina, bachacha. Men keldim. Xotin balkim shartmasdir. Shart dadasi, shartsiz uxlamasangiz manolaringiz uxlamaydi. Tez ko'zingizni yuming, hozir babalarga berib yuboraman. Bu bina qani? Bu bina qani? Voy xudoga shukr, kir deb o'ylab savaribman. Yettita bola bilan xotinni ham tobi ketib qoldi. Meni o'choqda oldi turmay, karchika deb o'ylab qozonga tiqib bermasin. Men Masharifdek deydim. Yo'qsan deb qaytardim. Men Sen Lutfulla To'rayevday fent qilding. Dadajon, mahallada hammada banklar bor. Bitta bizada yo'q. Mana endi sizlarda ham bor. Ura! Men Masharifov. Men Shomurodov. Men Fazlillayev. Uramizmi? Ha! Dadasi bularni qaytib jim qildingiz? Ha, bank sovg'a qildim. Hozir uzum marketdan uzum kartasi bilan 150 mingdan ortiq xarid amalga oshirsa, mana shunaqa banklar sovg'a qilib beryapti. Voy zo'r-ku, hammasi tushadimi? Ha, yo'q, eng kam uchraydigan eng zo'rlari faqat uzum kartasini olganlarga tushadi. Voy, unda menga ham karta buyurtma qiling. Ha, qilamiz. Avval bolalar keyin to'yga boramiz. Mana hammasiga yangi kiyimlar kiydirdim. Aya! Men bormas ekanman-da to'yga. Hammalada siz salonga ham borishga ulgurdingmi, bolam? Ko'p yil yurib ado bo'ldim. Men ham menga bittadan taglik kiyib ollaring. Ye? O xotinam bolasi ko'pligidan bir xil payt shu meni katta o'lim bo'lsa kerak deb o'ylaydi-yu. Voy, dadasi, bular qachon katta bo'lar ekan? Shoshilma xotin. Vaqt shundoq ham juda tez o'tyapti. Kun kelib bag'ringdagi bir mitti qushchalar qanot yoyib har tomonga uchib ketadi. Xohlasak-da bu kunlarni qaytara olmaymiz. Aslida to'zigan uy, rasm chizilgan devor, bola yig'isidan yarim tunda uyg'onish haqiqiy baxtdir. Fikrimga qo'shilganlar bitta like bosib qo'yamiz. Yoshligimga qaytgim keladi.